Birodar, sen bilan men o'lib ketsam hamchi bu yer aylanaveradi. Bu shamol esaveradi, bu quyosh chiqib botaveradi, hayot o'zini maromida ketaveradi. Sen yelkenga yer sharini ko'tarib olmagin, o'zingni tugatib qo'ymagin. Agar birodar xotirjam hayot to'laydigan bo'lsang, hodisalarga sabr bilan yondosh, shijoatli bo'l. O'ziga ishonchi bo'lmagan insonlar sen bilan meni vahimaga solib, hissiyotga solib qo'ymasin. Birodar, ishiga parvo qilma. Voqea hodisalarga nisbatan qattiq tur, kuchli bo'l. Endi qalbi zaif insonlarga Allohning rahmi kelsin. Bunaqalarda kunlari ularni har kuni larzaga solib qaltiratib turadi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, la tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Mana shunga o'xshagan yahudlar, mana shunga o'xshagan dunyoga berilgan, dunyodan boshqa narsani g'am qilmagan odamlar hayotga eng o'ch odamlar bo'ladi. Haya deb turib alif lomsiz aytilyapti. Haya degani har qanday hayotga rozi, faqat yashasa bo'ldi. Ammo mana shunga o'xshagan zaiflikni ko'tarmaydigan, quvvatli qalb egalari bo'ladi, kuchli qalb egalari bo'ladi. Bularga Alloh tomonidan yordam keladi. Chunki ular Allohning va'dasiga iymon keltirgan. Allohning va'dasi haq ekanligiga iymon keltirgan. Ular taqdirda bitilgandan oshcha narsa bo'lmaydi deb aniq ishonishadi. Alloh taolo ularga xotirjamlik beradi.